80 kvadratli 3 xonali Nekrasovandan kvartiramiz sotuvga chiqqan. Bizlar mehmonxona turibmiz. Mana shunaqa chiroyli mehmonxona bo'lyapti. Televizordan qilingan va mana bu yerda mягкая zona. U tomonda bizlarda deraza joylashgan, pardalar bilan bezatilgan do'stlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli remont qilingan. Kravat, tumbuchka, shifoner, telefonlar o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda bolalar yotoqxonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasida ham bitta kravat, shifoner, tumbuchka o'rnatilgan. Bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizga ahamiyat bering. Kattagina stol, stul qo'yilgan. Kuxonniy garnitura, gazli plita, rakovina va xolodilnik o'rnatilgan do'stlar. Bu yer esa bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi, prixoja mebel o'rnatganlar. Mana shunaqa chiroyli prixoja bo'lyapti. Juda ham chiroyli kafil qilganlar. Bu yer birinchi sanuzul bo'lyapti. Kvartiramizning birinchi sanuzli. Bu yerda ham vanna, rakovina o'rnatilgan. Bu yerda esa bizlarda ikkinchi sanuzul, unitaz, rakovina o'rnatilgan do'stlar. Agar kvartirangiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda aytsangiz bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.